Umaqsi arkadaşlar, bugünkü hikayemiz Aqlliq Burkut. O'tgan zamonda Osman ismli bir ovchi bor ekan. Uning bir burkuti bo'lib, Osman uni ko'z qarchuqidan aziz ko'rar ekan. Osman, "Sen mening do'stim, oilam, tirikchiligimizning jafokash yordamchisi" deb burkutning paylarini siylaydi ekan. Oiladagilari bo'lsa burkut bilan o'ynashib, erkiltib zerikmaydi ekan. Özleri toyg'udek tamoq yemisimi, oldi bilan burkutni to'yg'izadi ekan. Osman qachon o'g'li chiqsa, bu jonivor oilada o'zini erkilatgan, suv va uzoq bergan qiz o'g'liga jon fidolik ko'rsatib, o'rmon bo'ylab parvoz qiladi ekan. Aylarning o'tishi bilan bu jafokash oilaning qaysar burkuti butun davlatga dong ketibdi. Tarbi eg'izdan eg'izga ko'chibdi. Kunlarning birida bu xabar podshohga yetibdi-da, burkutni qo'liga kirgizib olish niyatiga kelib, Osmonni chaqirdi. "Men kim?" deb so'rabdi. "Sizlar bizning shohimiz", debdi Osman. Podshoh tiximi qattiq tikilib, "Bu davlatdagi hamma narsa meningki ekanligini bilamsan?" deb so'rabdi. "Buni o'ylamagan ekanman", debdi Osman. "Biroq men hamma narsani odamlarning ishlab topayotganligini ko'rganligim uchun ularningki bo'lsa kerak deb o'ylab kelibman." Podshoh bu so'zning ma'nosini tushunmabdi va jiddiylashgan holda, "U qilayotgan burkutingni menga ber", deb buyuribdi. "Yo'q, bu mening burkutim, sizga bermayman. Agar men bu aqlli qo'shimdan ayrilsam, quyoshsiz kunduz, osmonsiz yulduz bo'lib qolman", debdi Osman. Burkutni ololmaydiganligini his qilgan podshoh sitib berishga zo'rlabdi. "Burkut", debdi Osman, "mening eng yaqin do'stim. Men do'stimni hech kishiga setishni xohlamayman. Dunyoda do'stlarimning o'lganini ko'rdim. O'lgan do'stlarimni o'z qo'lim bilan ko'mdim. Xayriyatki, do'stlarimni sotdim. O'z do'stimni setishga aslo vijdonim chidamaydi." Podshoh ilojsizlikdan titrab ketibdi. Ichida "Xab, qanisini bir joylamsam", deb o'ylabdi. Ko'nglida bir parcha zaharni tugib, "Mang, ket", debdi. Osman o'g'il mingish vaqtida podshoh daraxtzorlar orasiga mukilib, Osmonni ko'zitib turibdi. Osman o'g'lab qaytganda podshoh o'xya aytib yiqitibdi. Bu ahvolni ko'rgan aqlliq burkut qattiq g'azabga kelib, egasi uchun qisos elashga bel bog'labdi. Burkut egasining jon talashayotganligini ko'rib, yenidan ayrilishga ko'zi qiymay qarab turganda, podshoh burkutni tutib olishga chang sapdi. Burkut qaysarlik bilan podshohning yuz-ko'ziga changal silib, beshini yulib osmonga ko'taribdi. Podshohning yasovulari "Hoy-hoy" deguncha ko'zdan g'oyib bo'ldi. Podshohning muridisida bosh o'rnida bo'yin so'ngi bo'yilib turgan jasti turganmish. Uyg'ur xalq cho'chaklari